Da Vinci, Mozart, Einstein, Steve Jobs va Muhammad Ali. Bu beshlikni nima bog'lab turadi bilasizmi? Bu dunyo daholari ruknida chop etilgan mana bu 5 ta seriyali kitoblar. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishingizni, like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlashingizni istardim. Xo'sh, dunyo daholari ruknidagi kitoblarning boshqa bolalar kitoblaridan qanday farqli tomonlari bor? Birinchisi, bu kitoblarning mavzusi, ya'ni kitoblar real shaxslarning hayot yo'li va yutuqlari, daholikkacha bo'lgan harakatlari haqida hikoya qiladi. Ikkinchidan, sifat va g'oya. Keling, endi kitoblarni birma-bir ko'rib chiqaylik va keyin umumiy xulosalarni davom ettiraman. Leonardo da Vinci hayoti haqida hikoya qiladigan kitobga zamonasidan ilgarilab ketgan aql sohibi deb nom berilgan. Da Vincining bolaligi, ota-onasi va oilasi shogirdlikka tushgan davri bilan boshlanadi kitob. Kelajak ixtirolarni oldindan tasavvur qila olishi, har doim hamma narsaga qiziqishi va eng buyuk asarlarining qanday paydo bo'lgani, ixtirolari haqida sodda tilda hikoya qilinadi. Aytishim mumkinki, xuddi ona o'z farzandiga Da Vinci haqida gapirib berayotgandek samimiy uslub tanlab olingan. Umuman bu seriyadagi barcha kitoblarda mana shu uslub sezilib turadi. Kitobni o'qib, o'zim ham Da Vinci zamonida u bilan birga yurgandek bo'ldim. Shaxsiyat ham juda boshqacha. Masalan, juda ko'p katta asarlarni shunday chala qoldirib ketavergan ekan biz bilgan Da Vinci. Xayolan chizib tugatgan buyuk asarlarni amalda ham yakunlashga toqati yetmas, yangi g'oyalarga bosh suqib ketavergan ekan. Xullas, juda ham qiziqarli, foydali kitob bo'ldi o'zim uchun ham. Musiqa dahosi Mozartning kuylarini qayta-qayta eshitamiz. Qaysidir musiqalari bizning eng sevimlilarimiz. Bu kuylarning tarixi, paydo bo'lish sabablari ham ishoning juda ham qiziq. Bu kitobni Mozart musiqalarini eshitib o'qidim. Yana ham yaqinlashdim buyuk ijodkorga. Uning bolaligi, ota-onasining farzandi uchun qanday jonkuyarliklar qilgani, qo'llab-quvvatlagani va daho yetishtirgani hikoya qilinadi kitobda. Avvalo otasi Mozartning opasi bilan birga pianino mashg'ulotlarini o'tgan. Mana shu mashg'ulotlar keyinchalik Mozartni ham pianinoga do'st qilgan. Lekin nega opasi Mozart bo'la olmadi? Musiqa dahosini bu darajaga nima olib keldi? Musiqaga qiziqadigan bolalar uchun ayni kerakli va ijodkorlikka, yaratuvchilikka undaydigan, ilhom beradigan kitob bo'lgan. Navbatdagi kitob esa ko'pchilik uchun qiziqarli shaxs Albert Einstein haqida. Serqirra daho kitobi. Boshqalardan ajralib turgan, sokin, skripka chalishni yoqtiradigan yigitcha qanday qilib dunyoning eng mashhur dahosiga aylandi? Bo'lajak olimning ilm olishga bo'lgan ishtiyoqi, shijoati, kelajak haqidagi o'y-fikrlari kitobni o'qiyotgan har qanday bolani eng avval katta maqsadlarga ilhomlantiradi. Kitob koinot va sayyoralarga, fizikaga qiziqadigan bolalar uchun ham ideal sovg'a. Einstein ikkita jahon urushini ko'rgan, qirg'inbarot davrda ham faqat ilm-fan uchun yashashda davom etgan. O'zini qaysidir davlat millatga emas, butun insoniyatga daxldor ekanini aytishdan qo'rqmagan olim. Kitob orqali uning hayot tarzi, g'alati odatlari va kashfiyotlari haqida bolalar osongina tasavvur qila oladi. Juda ko'p bolalar uchun qiziqarli mutolaa bo'la oladi deb o'ylayman bu kitobni ham. Muhammad Ali, barcha davrlarning eng buyuk bokschisi kitobi boks olamining afsonasi Muhammad Alining hayoti haqida soddagina hikoya qilib beradi. Kitob 7 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, undagi hikoyalar, faktlar, lavhalar kattalar uchun ham qiziqarli. Kitob Muhammad Alining bolaligi, birinchi marta ringdagi holatlaridan tortib, jahon chempionligiga erishgunga qadar bo'lgan yo'lini jonli gapirib beradi. Bu kitob nafaqat sportni sevdiradi, balki bolalarni o'z orzulari uchun kurashishga, qiyinchiliklardan qo'rqmaslikka undaydi. Muhammad Ali orqali har bir bola o'zining ichidan yana bir qahramonni topadi. Va so'nggi kitob Apple asoschisi Steve Jobs haqida. Kichkina Jobs dadasining ustaxonasida katta bo'lgan desa ham bo'ladi. Uning texnikaga qiziqishi mana shu joydan boshlangan. O'jar, qaysar, boshqalarning gaplariga quloq solmaydigan Steve keyinchalik dunyoni o'zgartirib yuborishni maqsad qilgan. Nimagadir qiziqib qolsa, unga qattiq yopishib oladigan, qilayotgan ishining eng kichik detallarini ham mukammal bo'lishini istagan ixtirochi nihoyat katta natijalarga erisha boshlaydi. Uning qat'iyligi, talabchanligi, o'ziga bo'lgan ishonchi kitobni o'qiyotgan har qanday bolaga ham yuqadi. Yangi g'oyalar qilgisi kelib qoladi.
Bo'lishi mumkin emas deyiladigan narsaning o'zi yo'q. Yetarlicha harakat qilinsa, haqiqatda dunyoni o'zgartira olish mumkin ekanini tushunadi. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, Dunyo daholari kabi seriyali kitoblarning davomi bor, ya'ni bolalarni yangi to'plamlar kutyapti. Ungacha esa bu to'plam mutolaasiga kirishing, farzandlaringiz bilan birga o'qing. Bu kitoblardan keyin unda biroz bo'lsa ham odatdagidan boshqacha o'zgarish sezilishiga aminman. Bir burchakda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.